Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yangicha 300 kilolimiz chiqqan. 4 ta faralik, 30 faralari va signallari, video o'yinalari bor, magnitofonlari, tormozlar jitkisli bo'ladi. Tormoz jitkisli bo'ladi, saka diskalik. Telefon postavkalari bor, пониженный повышенlari bor. Akkumulyator kelgan bo'lsa, akkumulyatori 32 yilda 5 ta bo'ladi. Arkada hozir bu saka diskali, arkada hozir odam o'tirgan holatda turibdi. Universal bo'ladi bu. Bu signal tushirilsa kilo yukgacha bemalol yuklayverasizlar. Arqalari, farallari, stoplari yonadi, hamma joyi bemalol, borti katta. 100 kilo yukda ro'zg'or bor. Ro'zg'or bozorliklar qilib olmasa narsa toshib turib, to'g'risi odam o'tirgan bo'lsa, shuni orqaga tushirasizlar. Eshikni ichasini ochib turib, o'tirib olaveradi odam. Bu ham unday qulay, ixcham. Narxi ham $8 chiqqan. Motori kelgan bo'lsa, motori 8 vatli, akkumulyator 32 likdan 5 ta bo'ladi. Zaryadi 60 km ga yetadi, tezligi maksimallik 40 ga chiqadi. $8 ga shu vodiychi dastavkasida bortirib beramiz. Qolgan viloyatlar kelishgan holatda bemalol telefon qilaverasizlar. Rahmat. Qo'shimcha ma'lumotlar yana telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin.